Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmat bilan ko'p turganlar ushbu ikkita aqiq qurbonligimizni ikkita birodarimiz, bir birodarimiz o'g'il farzandli bo'lgan, yana bir birodarimiz esa qiz farzandli bo'lgan ekanlar va inshaalloh ular shu farzandlari nomidan so'yib, chodirlarda og'ir sharoitlarda yashayotgan faqir, nochon oilalar uchun tarqatishligimiz uchun mablag' yuborganlar. Bizlar ham ushbu aqiq qurbonliklarni sotib oldik va inshaalloh hozir so'yib chodirlardagi nochor faqir oilalarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo faqirlarni xursand qilayotgan, yetimlarni xursand qilayotgan, nochorlarni xursand qilayotgan birodarlarimizdan qabul qilsin va farzandlarini solihlardan, mu'minlardan qilsin va inshaalloh aqiq qurbonligini qabul qilsin. Agar sizlar ham Shomdagi, Suriyadagi og'ir sharoitlarda yashayotgan faqirlarga, mazlumlarga yordamlarni ulashtirish istanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqish mumkin. Qani bismillah. Allohu akbar, Allohu akbar. قالوا ايه والله جابوا لنا اياه جديد بس قال له والله نعم بصير والله ketdimi? Mana hozir ko'rib turganlaridek ikkita aqiq qurbonlik yoshlarimizni shu chodirlarda yashayotgan faqir mazlumlarga ulashtirishlik uchun olib keldik. Albatta aytib o'tganimdek, bu aqiq qurbonliklarni bir birodarimiz o'g'il farzandlar uchun, yana bir birodarimiz esa qiz farzandlari uchun aqiqqa so'yib qurbonliklarni shu mazlumlarga, faqirlarga tarqatishimiz uchun mablag' yuborganlar. Bizlar ham so'yib mana shunday go'shtlarni olib keldik. Hozir mazlumlarga, faqirlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Faqirlarni, mazlumlarni xursand qilayotgani sababli Alloh taolo ularni dunyo va oxiratda xursand qilsin inshaalloh. Agar sizlar ham takror aytib o'tamiz, sizlar ham shunday mazlumlarni, faqirlarni, yetimlarni xursand qilishni istanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham shunday go'shtlarni, ularni ehtiyojlari bo'lgan narsani tarqatib, ularni xursand qilishga davom etamiz inshaalloh. عبد العزيز خذها شيلها جيب عبد العزيز شيلها عبد العزيز هاك اللحم هاك تعالوا يا رجال تعالوا الله يريد تفضل. Mana ko'rib turganlaridek mazlum musulmon faqir oilalar mana shunday chodirlarda, qiyin sharoitlarda yashab kelishyapti. Bizlar ham ehsonkor aka-uka, opa-singillarimizni ehsonlarini shunday chodirlarda, og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga, faqirlarga ulashtirib beryapmiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan qabul qilsin va ehsonlari, amallari sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlaridan mukofotlasin. Jazakumulloh xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.